Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hı? Hop, Mahmudiylar oilasi muxlislari bugun yana huzuriylardamiz. Mashinaga gapirasan sen ham. Hop. Mikrofonimiz ikkita ekanda, endi 4 kishiga ikkita-ikkitadan bo'lishdik, adolat. Hop. Bugun yana suhbatimiz yana safar haqida bo'ladi. Biz hozir Armutlu'damiz. Armutlu ta'til ko'yi deydi. Ha? Bu dam oladigan joy ekan. Sizlarga va'da qildik. Yana davom ettiramiz deb Antaliyada suhbat qiluvdik. Antaliyada suhbat qiluvdik. Va u yerda biz yaqinlarimiz keladi dedik. Biz o'zi hozir 4 kishi edik. Hop. Men, Bonu, Ibrohim va Nafisa. Nafisa biroz betob, shuning uchun qatnasha olmayapti hozir. Meni ham ovozimda biroz nima bo'lsa bo'lishi mumkin. Sal ozgina nima bor, betoblik bor. Va aytdikki, qarindoshlar keladi dedik. Va hozir kela boshlashdi. Hozir 8 kishi bo'ldik. Ha? To'g'rimi? Dadam keldi, qaynatam va Yunus qaynukam keldi, akam keldi va mana Muhammad ham o'tiribdi bu yerda. Muhammad Jiddadan keldi, akam O'shdan keldi. Ular Xorazmdan kelishdi, uchib kelishdi, alhamdulillah. Xo'p, safar haqida bir qiziq narsa. Biz hozir dengizni bo'yida o'tiribmiz. Endi sizlar ko'rmaysizlar, men mana shunday qarasam dengiz ko'rinib turibdi. Dengizni bo'yida o'tiribmiz. Bu ham o'ziga xos bir ko'tarinki kayfiyat berar ekan odamga, bir dengiz bo'yida o'tirish ham qandaydir odamga. Yayrab ketdingmi boya? Maza qilib. Alhamdulillah. Bir savol tug'ilishi mumkinki, Mukim aka bu qiynalib yurib bir umr topgan pulini bir kunda sarflashib yuboradi deb to'ylar haqida tanqid qilib gapirasiz. O'zingizchi, o'zingiz ham shusiz, qiynalib topgan pulingizni birpasda sarflab yuboryapsiz mana safarga. Bo'lishi mumkin, shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Haqiqatda ham shunaqa bo'lyapti. Endi bunga javobim shuki, bunga javobni Bonu berdi, to'g'rirog'i. Bonuga men aytdim, sen bir yil rosa qiylanib topgan pulingni shu bir oy ichida sarflab kelasan. Hammasini sarflab kelasan. Bir yilda rosa qiylangan pulingni bir oy ichida sarflab kelasan. Birar 100 ming puling ketadi ona deb aytdim. Shunaqa dedimmi? Dedim. Desam Bonu aytdiki, million ketmaydimi dedi. Men dadamni ko'raman dedi. Mana shu gapda o'zi yetarli bo'ldi bizga. Ha? Shunaqa bo'ldi. Siz akamni ko'rasiz deb orqasidan akamni ham qo'shib qo'ydik. Haqiqatda jigarni sog'ingan paytda odam, jigarini, yaqinlarini ko'rishni o'ylagan paytda odam pul esga kelmas ekan. O'zi haqiqatda ham shunaqa bo'lar ekan odamda. Bu hayot shunaqa narsa ekanda, hayot sog'inchdan iborat ekan. Bu ham jicha bo'lsa ham taft ekanda, ozgina bo'lsa ham taft ekanda, endi biroz muddatlik bo'lsa ham taft ekan. Va umuman safarda yana boshqa bir shirin taraflari ham bor ekan. Yangi do'stlar ham orttirish mumkin ekan. Biz bir joyda 3 kungina bo'ldik. Lekin yig'lab xayrlashdik-da, to'g'rimi? Bo'lmasa o'tgan safar. Aytib o'tdik-a buni, aytib o'tdik. Xo'p. Bilmayman, gohida ba'zi narsalarni takrorlab boraman. Shunaqa bo'ladi endi. O'zi umuman safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar degan, nima ham bor, safiru tasihhumi degan bir hadis ham bor. Vallohu alam, endi bir hozir aniq bilmayman endi. Kama qola Rasululloh. Shunday. Xo'p, endi men hammasini men gapiravermay, bu yerda endi dadalarimiz ham o'tiribdi, akalarimiz ham o'tiribdi, lekin ular qatnashishni istashmadi. Ular endi bir tomoshabin o'tirishibdi, ularning joyini egallab olganmiz. Ozginaga berib turinglar endi deb, mana o'zimiz endi gapiryapmiz endi. Xo'p. Taassurotlar haqida endi men gapiravermay, yana orada gap kelsa qo'shaveraman. Sen gapir endi. Xo'p, seni bu safardan maqsading nima edi? Maqsadingga erishdingmi? Va yana qanaqa maqsadlar bor? Shular haqida bir gapirsang. O'zi oldingi safar ham biroz gapirganmiz safar taassurotlari haqida.
men davomini aytishga harakat qilaman. Sizga o'xshab nimadir takror bo'lib ketishi mumkin. Endi asosiysi o'sha yaqinlarimiz bilan ko'rishish edi. Safardan asosiy maqsadimiz. Alhamdulillah mana dadam, ukam kelishdi. Yana kelishadi ertaga. Singlim, jiyanim inshaalloh. Ertaga Nuriddin keladi 5 ta bolasi bilan. Nuriddin ham keladi. Hali bir 15-20 ta bo'lamiz hali. Aza qiyichuv to'polon bo'ladi unda xolisa. Inshaalloh. Shu nimada, ya'ni biroz bunaqa ko'pchilik bo'lib ko'rishlikni menga bitta jihati yoqyaptiki, qandaydir chetda ko'rishgan paytingizda baribir biz endi 9 ta yo'da 3 ta 12 ta-yu aka-ukalar 12 tamiz. Hali o'sha to'polonni topolmayman u baribir degan narsa bo'ladi-da ichimda. Lekin bu safar unaqa bo'lmaydi shekilli. Alhamdulillah o'sha ko'pchilik bo'lib hatto o'sha zavqni ham beradigan darajada bo'lyapti. Bo'ladiganga o'xshayapti. Shunaqa bo'lyapti inshaalloh Xudo xohlasa. Keyin har safar menda bir qiziq holat bo'ladi. O'sha uzoq-uzoqda bir ko'rishganimiz uchunmi? Har safar yangidan tanishayotgandek bo'laman. Dastlabki kunlarimiz o'sha tanishish bilan o'tgandek tuyuladi. Shunaqa endi o'zi yangi odamlar bilan ham uchrashyapmiz. Endi tanishgan paytda keyin yana ajralish kerak bo'lib qoladi. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa endi har bir visol hijron bilan tugar ekan. Shunaqa ekan. Assalomu alaykum. Xayr bilan tugaydi. Salomat bo'linglar. Yo'q, yana assalomu alaykum deydi. Bu dunyo shunaqa kemtik dunyo, bir kam dunyo. Shunaqa. Sen nima deysan endi? Biz bilan yuribsan. Ibrohim bilan safar qilish boshqa mazza ekan. Bu shunaqa bir rohat ekan. Bu endi qo'l oyog'ingiz ekanda bu. Sizni qo'l oyog'ingiz ekanda. Yo'llarni shunaqa chiroyli topadi, hayron qolaman-da. Men har doim shu navigator qayerqa desa o'sha yoqqa ketaverganmiz-da, u GPS bor o'sha qayerqa desa o'sha yoqqa qarab ketaverganmiz. Bu darrov topadi. Yo'q, bu xato yurgizyapti, hozir bu yo'lda yursak 1 soat qolib ketamiz. Mana yo'ldan yuraylik deb darrov yangi yo'llar topadi. O'sha tarafing menga juda yoqdi, lekin juda maza qildim, qoyil qoldim. O'sha GPS kerak emas ekanda. U GPS kerak. Bu endi boshqa yo'llarda ham bir pasda topar ekan. Mana mattan maga o'ngga chapga deb turiblar, darrov haligi yangi yo'llar bilan chiqib olamiz ekan. Xuddi ashi shaharda 10 yil yashagandek-da. Gohida odam bilmaydi, ash shaharda yashaganlar ham bilmaydi o'sha yo'llarni. Ko'p maqta bormi? Teskari holatlar ham bor. Ma'noda endi adashing kim adashmaydi, endi hamma adashadi, endi bir adashish bo'ladi-da, bir yo'l adashmasa endi farishta bo'lib qolasan-ku endi. Ha? Inson zoti adashadi. Sen gapir, taassurotlaringni o'zingni. Men o'zimga juda ham maza bo'lyapti. Lekin shaxsan o'zimga eng ko'p shu yoqayotgan, ta'sirlangan joyim birinchi o'rinda shu odamlar bilan ko'rishganimiz u qattiq ta'sir qildi. Ayniqsa bir nechta joyda shu odamlarning hayoti to'la boshqacha. Va umuman o'ylamagan muammolarni kechirayotganligi. U ingliz tilida reality check deb qo'yadi. Odamni qaytarib shu yerga olib kelish deydi. Osmonda uchib yurgan bo'ladi. Uni hayotdagi o'zi aslida juda ham ko'pchilik hatto ko'proq odam mana shunaqa muammolar bilan yashab yuribdi. Shunday. Teskarisidan ko'ra. Lekin biz shunchalik o'rganib qolganmizki, biz bu narsa xuddi oddiy bir narsaga o'xshab qolgan. Shunday haqiqatdan. Gohida atrofdagilarning muammosini ko'rib, men ham muammoyim bor deyishga uyalasan odam. Ya tavba, ularning muammosini oldi, bizniki muammomi devoramizda. Astag'firulloh, Alloh hisobini oson qilgin deb tinmay duo qilishga o'tasan keyin haqiqatdan. Haqiqatdan. Qayta bo'ldi, bir nechta joyda bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Shunday bo'ldi, bir necha joyda bo'ldi. O'zi aslida safarimiz hozir mana endi 2 hafta bo'ldi-ku, yoki 2 haftadan sal o'tdi. O'zi ronda 2 hafta bo'ldi adashmasam, 17-da safarga chiqqanmiz. 17. Juma kuni safarga chiqdik. Shunaqa. Juma kuni bo'ldi. Rosa 2 hafta bo'ldi. Lekin uning ichidagi
ko'rgan narsalarimiz, o'rgangan narsalarimiz Ancha ancha ko'pga o'xshab tuyulyapti. Bir necha yilga o'xshab ketdimi? Shunaqa Shunaqa. desa ham bo'ladi. Shu to'g'ri. Lekin safarni bitta boshqa tarafi ham bor. U mani o'zimga xuddi ko'p joyda endi ancha aylandim-ku, Turkiyani aylandi. Qandaydir tarixi o'z ko'zim bilan ko'rayotgandek bo'lyapti. Ha, shunaqa. Kecha nimada? Qal'alari. Qal'alarda. Nimada ketyapmiz? Yo'lda ketyapmiz. Bu bilan ketyapmiz yo'lda. Akam olib kelgani ketyapmiz. Bu yo'lda ketyapti. Shuni aytyapti-da, mana shu yerda 30 kilometr narida haligi nimalarni, rohiblardan, ana shu xristianlarni nimasi yig'ilishi o'sha yerda bo'lgan ekan. Marta ekan, bu qadimiy shahar ekan. Eslaysanmi? O'zi tarixda ham gapirib ketyapti-da, o'sha yerda bo'lgan voqealarni ham gapirib ketdi. Yo'lda ketyapmiz bo'lmasa, o'sha tarix bilan bu kompyuterini tutib har baloni bilib ketaverar ekan. Inshaalloh. Ajoyib. U narsalar odatda shu bitta narsa ko'raman-da, oldin ko'rganman, shu nom tanish eshitiladi. Buni shu Iznik degan joydan o'tib qoldi. Iznikdan. Men uni endi turkcha nomini bilmayman. Qayerdadirda inglizcha nomini qayerda qo'yib qo'yibdi. O'zi bir necha Iznik deb keldi, lekin shu bitta joyda ingliz tilidan keldi. Keyin u bittada shu tarixiy hodisaga qaytarib olbordi. U shu xristianlarni eng katta islomdan aqidaviy ajrashgan joydi. Ya'ni Iso alayhisalomni Xudo deb turib olib ketgan masala ashitda hal qilingan ekanda. Shunaqangi holatlar bir nechta joyda bo'ldi. Bu islomiysi ham musulmonlarga taalluqli bo'lmagan joylari ham. Shunday. Antaliyada ham ko'rding-ku, bir necha joyda bir pasda topdim. Madxal ekan, Madshar ekan, va Ermanax ekan, bir pasda hammasini topib bor, hammasini ko'rib keldik. Bir necha joyda ko'rib keldik-da o'sha Antaliyada. Bir qancha ko'rish kerak bo'lgan joylarni ko'rib keldik-da bir pasda. Rosa mos ekan, gaydlaringlar bor ekan. Ha, o'shunaqa. Gayd. O'zim ham endi safar qilsam o'tirib ko'rib chiqaman bir joyga, qayerda nimalar bor. Biz ham xatlandirib belgilab olamiz odatda. Keyin o'sha belgilaganni ichida qolib ketamiz-da. Faqat o'sha yerga borish haqida o'ylaymiz. Shunaqa bo'ladi. Hozir yangi narsalar qo'shilyapti. Keyin yana bitta jihati Turkiyani baribir o'sha tarixini izlarini yo'qotib yormagan. Shunaqa. O'sha narsaga juda ham nima bo'ldi? Mana Jumali qiziqqa Jumali qiziqqa bordik-a kecha. Ha, o'sha juda ko'p joylarda mana qal'alarini shu bo'yicha saqlaganda, uni buzib bir narsa, bir bino ko'tarib tashamaganda, aslini saqlab qolish bor. Sen bir ikki kun qolganingda edi, Jumali qiziqqa seni ham olib borardim. Men aynan Yaxshi joylar ekan. shuni o'yladim-da, men ham sezdim. Bir necha joyda tutashgandek bo'lasiz. Qandoq bo'lsa, shundoq qolib ketgan. Buni Ispaniyaga borgan paytimda unaqa emas edi. Bu yerda ham qal'alari bor, tarixiy, o'sha oldin qandoq bo'lgan bo'lsa shundoq saqlangan joylari bor. Lekin hozir Turkiyada bo'lgan narsa, biz shundoq yurimizda aynan bitta qal'a chiqadi. Yo'ldan bitta qal'a chiqadi, g'irt shu tarixiy holatida saqlangan. Bu faqat qal'alarning o'zi emas, uni cherkovsi bo'ladi, masjidi bo'ladi, har qanday narsasini juda chiroyli saqlashgan ekan. Keyin yana bitta narsani yaxshi ko'rdim. Nimada o'sha Antaliyada paytimizda ham ko'rdik-ku. Nimani mana misol uchun bizda muzey, nima narsalari bo'ladigan bo'lsa, odatda restifga qilib haligi tashqariga qo'yiladi, shkaflarning ichiga, oynalarning ichiga tashqariga qo'yiladi. U yerda o'sha qalin oyna bilan yerga qilgan. Asl saqlanib qolgan. O'sha nimani ustida siz oyna pol qilgan, lekin tagida o'sha qadimgi holatidagi toshlari yoki nomerlab, raqamlab nima qilganda ba'zi joylarda raqamlab chiqdim. Bir ikkita joylari qolib ketgan, yetishmayotgan joylari bor, lekin tasavvur qilishingizga yetarli-da. Keyin joydan ham juda chiroyli foydalanilgan ekan dedim. Qiziqarli turar ekan. Oyog'ingiz tagida ko'rib borasiz haligi bo'laklarini. Bu yerda ancha tarixga yaqinroq kela olar ekansiz. Shunday. O'sha binolarning ichiga kirganimizda o'zi asl bino to'la tarixiy bitta bino. Uni buzilib ketadigan joylari bor, lekin ana shuni teya olasiz, ana shuni oldiga bora olasiz. Bu Yevropada bo'lsa bunaqa narsaga unamasdi-da. Bu yerda xuddi tarix ustida yurgandek bo'ladi. Yurgandek bo'lyapti. O'ta yaqinlik bor. O'sha nimada men ham juda ham ta'sirlandim. Keyin bir turk nima ustoz bilan gaplashganimda
aytib bergan edilar. Bularda odatda mana misol uchun bir tarix haqida dars o'tiladigan bo'lsa, oldin bitta yengilroq qilib dars o'tishar ekanda, oddiy bir xabar berish ma'nosida yengilroq dars o'tishar ekanda, undan keyin ularni endi falon joyga boramiz. Shu haqda o'sha bilganinglarcha ma'lumot to'plab kelinglar. Borishdan oldin der ekan. Keyin u bolalar o'zicha har kim har xil ma'lumot to'plab kelar ekan. Undan keyin o'sha joyga olib borishar ekan. Olib borar ekanda, undan keyin ustozni aytgani bolalarni o'zi to'plagan ma'lumotlarni qani kim nimani topadi? O'sha paytda qani o'zinglarni aytgan narsangni mana men bu ma'lumotda aytgan eding, topchi shuni shu yerda. Mana bu narsa keyin u hali bolalarning tasavvurida ajoyib gavdalanadi. U keyin esdan chiqmaydi. Shunaqa bir haligi tarixga ana shu shaklda bog'lash usulidan foydalanish. Tarixni o'rgatish qanday bo'ladi? Keyin nimada ko'rdim shu narsani? Rustamjon domlada, Alloh ajrlarini ziyoda qilsin. Keyin sizni amakingizlarda shunaqa nimani ko'rdim, gapirib tushuntirib berishayotgan paytda shu darajada gavdalantirishadiki, mana u antagi toshni ko'ryapsizmi? deyiladi. Keyin ana shu yerda mana shu nimani falon sahobalar o'tirishgan. Yani juda bir ajoyib jonli bir xuddi o'zi ko'rgandek qilib gapirib berish nimasi bor. Ya'ni bolalarda shu narsa shaklanar ekanda, bu uslub ham juda chiroyli. Juda chiroyli uslub ekan. Barakalla. Keyin Turkiya baribir biz shu o'ziga tortishini yana bitta asosiy jihati O'zbekistonga o'xshaydi. O'xshab ketadi. Odamlari ham o'xshab ketadi. Yaqinda bizning madaniyatimizga eng yaqin xalq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shunday. Bu yerda ham bir-biriga salom berishi nimasi, masjiddagilar chiroyli muomala qilishi. Lekin kattalari zo'r. Biz ana kuni kemaga chiqdik-ku, faqat ayollar. Kemaga dengiz o'rtasiga olib borib, keyin kemani to'xtatib qo'ydi 2 soatlik sayrida. Shunda bir qanchalar bilan gaplashib o'tirdik. Ko'proq turklar, arablar ekan. Nafisa bilan nima qildik? Menda muammo bo'lmadi, gaplashib o'tirdim bemalol. Nafisa aytdiki, yoshlari biroz odamovroq. Xohlashmaydi gaplashishni. Dedi, bir ikki harakat qilib ko'rdi menimcha. Kattalarda muomala juda go'zal. Lekin Nafisada biroz boshqacharoq bo'ldi taassuroti yoshlar xususida. Bu shesada turklarimizda ham sal shunaqaroq. Yoshlarida sal o'zini tortib narsa qilish bor. Lekin nimalar gaplashib, kimsan, nimasan, darrov kirishib ketishyapti-da. Kattalar bilan til bilmasangiz ham kirishadi. Shunaqa. Uni ham aytib qo'yishimiz kerak-a. Facebookga qo'ydimmi, hali YouTube'ga qo'ymadim-da. Xullas, hozir Bonu aytdi. Faqat ayollar ekan u yerda. O'sha kemada olib ketar ekan, ular dengizning o'rtasida keyin o'yin kulgi qilib qaytib kelishar ekan. Keyin biz Ibrohim bilan qoldik bu yoqda. Ishq ko'ngilda, ko'ngil ul oyda ul oy kemada deb qoldik endi. Ketmasin deb qo'zg'alib baskim nafaslar asralur degan joylari bormidi? Navoiyda g'azalda. Shularni aytib qoldik, bular ketishdi, 1-2 soatda kelishdi, keyin biz o'tirdik shumshayib. Yo yaxshiki kelishdi alhamdulillah. Yana bir aytib qo'yay deb. Qiziq bo'ldi. Shu endi juda ham yuztacha ayollar tushib kelyapmizda, kechqurun edi-ku. Faqat Ibrohimjon kutib oldilar. Bironta boshqa birov kutib olmadi hech kimni. Yo'q, yerlari kutib olmadimi qolganlari? Biz hayron bo'ldik, uzoqdan ko'rdikda. Men endi o'zimning nomimda Ibrohimni yubordim. Sadoqatni his qilganman, sadoqatni his qilgan. Qarab shu yerda ham men sotyapsan Ibrohimjon. O'zi asli Ibrohim men yuborganman. Buni sendan chiqazmagan. To'g'rimi? To'g'ri. Yana to'g'rimi? Sen borgan deding. To'g'ri demayapti. Ertaga bilet olib uchib ketarsan. Xo'p. Mana bu yaxta edi, ko'ryapsizlarmi? Bu O'zbekistondan keldi. Men azali o'sha bir ikkitalarni ko'rdim, shunaqa yaxta ishton kiyib yurganlarni, dadam rahmali shunaqa kiyib yurardi. Endi uni oldi ochiq bo'lardi odatda, lekin endi bu ham juda bir ajoyib o'sha eski davrlarga qaytishni odam istab qolar ekan. Shunaqa yoqyapti, shuni kiyish ham juda ham bir badan ham bir mazza qilyapti. Kengina yaxshi.
mazza qilib kiyyapmiz. Bu O'zbekistondan keldi. Yunus olib keldi buni. Barakalla. Muhammad sen ham gapirasanmi? Qani gapirchi. Bashirga kelib maza qilding shekilli o'zi. Maza qildim. Jiddada hech cho'milib maza qila olmadim dedi. Suv issiqda o'tdi. Suv ham issiq, keyin tashqariga chiqsiz yana kuyasizda. Suv ichida yuraymi, tashqariga chiqay, mashinaning ichiga kirib olayim deb tasavvur qilasiz. Alhamdulillah. Shu safar qilishni o'zi azali chiroyli, shirin narsa deb bilaman. Hech bir safar qilib menimcha shu bo'lmagan narsa aniq safar qilib yo biron nimani ko'rib Xudodan uzoqlashib qolgan holat bo'lmaydi-da. U yo nima ko'rishingizdan qat'iy nazar. Ba'zida shunaqa katta tog'lar ko'rasiz, keyin tog'ning ustida ham hayot yo hayvonlar ko'rasiz, unga ham qoyil qolasiz. Ba'zida faqat qumni ko'rasiz, hech nima yo'q. Unga ham qoyil qolasiz. Ba'zida kambag'al, xarob joylarni ko'rasiz, unga ham qoyil qolasiz. Ba'zida bo'yam mana o'sha lekin unga ham faqat qoyil qolasiz. Hech uzoqlashib qolmaysiz-da. Xuddi menga bunday tuyuladi. Bitta rasm chizib bersamda Oyjonga matta mana oyim, men qarab matta mana oyim deb aytib bergandek, xuddi Xudo mana deb ko'rsatayotgandek tuyuladi safar qilayotganda. Hech unaqa uzoqlashib qolmaysiz. Massa. O'zi chiroyli anaqa. Qanday yaxshi. Hech qanaqa narsa bo'ladi safar qilsangiz. U ko'p narsalar. U Misrda birinchi marta boya aytganimdek, birinchi martasi bitta tilanchiga pul bersam, rahmat emas, kechirim so'ragani. Menga boshqacha tuyulgan. O'sha ta'sir qiladi sizga. Uyalatda menga so'rashga. Rostdan ham kerak bo'lgan pul. Haqiqiy muhtoj ekan. Yuzimga qaramagan. Pul bersam kechir meni deb tez chiqib ketgan. O'sha rostakasi unaqada uyalganda. Keyin boshqa tilanchilar ko'rasiz. Matta supursang 5 so'm beraman desa 5 tanga supuraman deb ketadigan tilanchilarni topasiz. O'zi bitta anaqa bor. Shu rostdan ham anaqa qilib ichingiz bilan his-tuyg'u qilasiz. Agar butun dunyodagi odamlar o'zining hayotini yozsa-da, katta bitta shlapaga qo'yib qo'ysa, o'zingning hayotingni olib qolarmiding yoki qo'lingni tiqib boshqa bittasini tortib kelarmidi? O'sha savolga javobni bilsangiz, o'sha hayoting qanaqaligini bilasan degan gap bor-da, o'sha anaqani javobni ko'rsatib beradi. Zo'r gap ekan, sen zo'r. Hayotingizni ko'rsatib beradi javobini. Inson agar o'ziga nazar qiladigan bo'lsa, eng katta ne'matni Xudo shu insonga bergan. Har bitta inson shuni his qiladi. Eng katta ne'matni menga bergan Xudo deb o'ylaydi. Bunaqa zo'r katta ne'mat bo'lishi mumkin emas deydi. Har bitta inson shunaqa deb o'ylaydi, agar haqiqiy o'ziga nazar qiladi. Men bu ne'matlarning milliondan biriga ham loyiq emasman, lekin Xudo menga marhamat qilib shuncha ne'matni tortiq qildi, berdi deb o'ylaydi. Haqiqatda shunaqa. Bu mana fevralda Shvetsiyaga qaytib kelgandan keyin shu hech esimdan chiqarmaydi. Tushimlari ham kirib chiqaradi. Men Renninga Offortdan kiramiz-ku uyga. O'sha shunaqa chiroyli bir tepali ekanda o'zi aslida. O'sha har safar sizga ham gapirib beraman-a, ishdan olib kelsam, shu daraxtlari uzun ekanda rostdan ham. U kirib ketgan ekan, lekin tashqari ochiq joy ekan, shunaqa chiroyli anaqa ekanda. Bu necha yil yashaganman, uni hech unaqa tuyulmaganda, unaqa o'ylamaganman-da. Avval shunaqa solishtirganingda haqiqatdan. Shunaqa chiroyli bir joy. Biz yashayotgan joylarimizdan bir nimaga oromgohga o'xshaydi, sanatoriyga o'xshaydi. Shunaqa, alhamdulillah. Endi bizni safarimiz davom etadi. Endi mana bu qari odamlarni dadamni ham, akamni ham chekkaga chiqarib stolga o'tkazib qo'yganmiz. Ularning joylarini bermasak bo'lmaydi. Biz endi suhbatimizni sal qisqa qilamiz endi. Yetadi endi shunchalik suhbat bo'ldi. Ertaga endi hali Nuriddin keladi. Hali qizim keladi, Ma'mura keladi hali. Men safar qilgan bilet olibdilar. Shunaqami? Qanday yaxshi. Opalarimiz keladi, bir necha opalarimiz keladi. Hali Xudo xolasa yana yangi gaplar chiqib qolsa, Xudo xolasa yana sizlarga aytamiz-da endi. Hozircha shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Salomat bo'linglar azizlar.